Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, boshlangillaringiz xayr va barakali bo'lsin. Xudo xolasa sizlarga Yangiariqda, ya'ni hokimiyatning orqa tomonida 3-etajda 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Videoni oxiridan ko'rib turasizlar, baholarni, uyning ko'rinishini hammasini tushuntirib o'tamiz. 48 kvadrat metr 2 xonali bo'ladi. Marshrutdan mamo yo'q, deski flashatka bor, xudo xolasa. Yurtdagi parkovkalar bor edi, ko'pchilik biladi. Gazining, svetining mamosi yo'q. Tem bo'li do'stlar yashashga tayyor, to'g'ri narsalarni akkalab yashaysa bo'lgan. Bog'cha mudomlar orqa tomonida bo'ladi. Bozor bonda, maktab ham yaqin, xudo xolasa, undan mamosi yo'q. Keling bir yaqindan ko'rsataman bo'lsak. 3-etajda chiqqanimizning o'ng tomonida bo'ladi. Xudo xolasa 3-etajga chiqqanimizning 3 kvartiramiz bo'ladi ekan do'stlar. Ajoyib eshiklar qo'yilgan, ko'rdingizmi? Glazotli. 3-etaj. Ko'pchilik izlaydi. Shu variant ham bir ko'rsatsa bo'ladi. Bismillah. Uyimizga kirganimizdan shuni перегорожный uchun место bo'ladi. Oboylar boshlagan, xudo xolasa chiroyli. Uyning ko'rinishini gap yo'q, aytdingiz, laminat bo'ladi. Yurtning barcha narsalar qoladi. Bu tarafimiz sanuzeri, o'rnlari bor, kafe, shu kir mashina yetadilar. Faqat kir mashina. Bu tarafimizda spalniya bo'ladi. Xudo xolasa ajoyib eshiklar qo'yilgan. Bu tarafimizda esa kuxnyasi bo'ladi. Kuxnyasidan kuxnya mebellari qo'yilgan, sendikatyor, gazdan mamosi yo'q. Xolodilniki bor. Almashtirarsa zo'r lekin bo'lsa, ko'pchilik izlaydi. Shu variantdan bir ko'rsangiz bo'ladi. Televizorlar qo'yilgan bu tarafda, bu yerimiz ham oboy, evning uголоклар ham bor ekan. Jaluzi pardalar, konditsioner ham bo'ladi. Ko'rarasiz bo'lsa, endi hozir korobka holatida olsa, remont etaman desangiz ham ozmuncha pul ham ketmaydi, vaqt ham ketmaydi, xullas kalar qisam ko'p. Shuning xudo xolasa tayyorsan olib yashasangizlar ham zo'r gap lekin bo'lsa. Almashtirarsa 48 kvadrat 2 xonali hokimiyatning orqa tomonida Yangiariqda bo'ladi. Bahosini keladigan bo'lsak, 320 million so'mda turadi. Endi aytilishi bo'ladi, xudo xolasa, telefon o'rarsizlar dedilar, kelishtirib qaytib beraman dedilar. Ekranda pryamoy yegan nomeri bo'ladi. Videoni yaqin do'stlar bilan qo'yish yoddan chiqmasin. Bo'lsa, variant yo'q ekan, faqat naqd pul yo'nalishida bo'ladi ekan. Hammaga rahmat, sog'inglar, salomat bo'linglar.